Ko'rib turganinglar, ikkalasi ham 8 mm lik kalyonli oyna. Bunisiga защитный plyonkalar yopishtirilmagan. Bunisiga Dur kompaniyasining защитный plyonkalari yopishtirilgan. Kalyonli oynalar qaysidir burchagida udar yeganda bilamiz, sochilib ketadi. Hozir ikkita oynani farqini sezish uchun crash test qilib ko'ramiz. Birinchi oynamizga hech nima yopishtirilmagan, faqat 8 mm lik kalyonli oynamiz. Hozir bizning direktor o'z mahsulotlarini qanchalik xavfsiz ekanliklarini isbotlash maqsadida ichkarida o'zi turar ekanlar. Qani ko'ramiz. Kelyapsizmi? O'rtoqlar, o'zingizlar ko'rdinglar, kalyonli oyna hamda защитный plyonka yopishtirilgan oynalarning farqini. Защитный plyonka bor oyna shunaqa ushlab qoldi, to'kilib ketmadi. Kalyonli oynani ko'rib turibsizlar, shunaqa pastga sochilib ketdi. Bu degani inson hayoti uchun anchagina xavfli. Agar siz ham biz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lsangiz yoki sizga premium klassdagi shunaqa xavfsiz mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar bo'ladi.